Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 15-mart, haftaning yakshanba kuni 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bular materiali Turk HBdan qizildan boshlanadi. 1, 2, 3, 4. Hozircha shu rasvetkasi bor aka. Nech pul deyapsiz bularni? 75 ming pachka beryapmiz. 75 ming so'm pachkaga. Donaga nech pul? 5 ming qo'shdan 80 ming. 80 ming so'm donaga. Razmeri nechidan nechigacha? 48 dan 54 gacha razmer ekan. Materiali Turk HB. Mana. Xo'p, mana yoqalilar qanaqa bo'lyapti aka bu? Ular shtampil. Shtampil ekan bular. Nech pul mana shular? Ular 65 ming beryapmiz. Bular 65 ming so'm pachkagami, donagami? Pachka. Pachkaga 65 ming so'm, donaga nech pul? 70 ming so'm. 70 ming so'm donaga. Materiali shtampil. Original. Mana uzun o'zi nech pul mana shular? Nech pul aka? Nech pul eting tez? 65 ming pachka. 65 ming so'm pachkaga. Nash qoldi o'zi. 70 ming so'm donaga. Aha. Hop, mana pachkadagi holati. Bular velvet materiali. Aha. Shu bahorda kiyiladigan hozirgi vaqtlarda nech pul deyapsizmi? Ular 65 ming pachka beryapmiz, donaga 70 ming beryapmiz. 65 ming so'm pachkaga, 70 ming so'm donaga. Razmeri 48 dan 54 gacha. 48 dan 54 gacha razmer. O tomonda mana HBlar nech pul? Ketaveradi 65 mingdan. 65 ming so'mdan pachkaga, 70 ming so'mdan donaga. Razmeri 48 dan 54 gacha, to'liq. 48 dan 54 gacha razmer. Telefon nomeringiz 97lik 97lik 209 209 83 33. 83 33 ga aloqaga chiqaverasizlar telefon qilib. Shu mahsulotlar kerak bo'lsa. Kechasi telefon qilmanglar lekin.